berishgani uchun men shu yo'lda davom etdim va qiziqdim. Kompozitorlardan aytsak, Mehroj Muxtorov juda ham mening sevimli kompozitorlarimdan biri va ularni tanlovlarda juda ham ko'p qatnashganman. Eng mahoratli artistik ijrochi nominatsiyasini qo'lga kiritganman va mening yana bir sevimli kompozitorim bu Muhammadjon Otajonovdir. Uning asarlari juda ham chiroyli va nozik. Ular bilan ko'rishganman ham va ular juda ham mening sevimli kompozitorimga aylanganlar. O'zlarining hech kimnikiga o'xshamas asarlari bilan tanilganlar. Yoshligimdan klassik fortepianoda o'qiganman va ko'proq jahon kompozitorlarining kuylarini chalardim. Beethoven, Mozart, Gaydin va boshqa kompozitorlarning asarlarini ko'proq chalar edik. Ammo bu yerga kelib, Chirchiq davlat pedagogika universitetiga kelib, dutor cholg'usini o'rgandim va bu yerda milliy kuylarni ham menga o'qituvchilarim o'rgatib kelmoqdalar. O'qituvchilarimiz juda ham o'quvchilarga yaxshi o'rgata olishadi asarlarni va mehribon, kuchli o'qituvchilar bu yerda dars berishadi. Kuz fantaziyasi, Oltin kuz, Vodiy bahori, respublika tanlovlari, iqtidorli bolalar va shunga o'xshash ko'p konkurslarda qatnashganman. Hozirda ham qatnashib kelmoqdaman. Men kelajakdagi orzularimdan biri bu, mana shu yo'limda davom etib, magistraturada o'qimoqchiman va o'zim yanada davom etib doktoranturalarda o'qib, kelajakda albatta mana shu universitetimizda ham o'qituvchi bo'lishni yoki boshqa ta'lim muassasalarida bo'lsa ham o'qituvchi bo'lishni juda ham orzu qilaman. O'qituvchilik meni orzuyim. Albatta bir kun fortepianodan, musiqa darslaridan dars beraman deb o'ylayman.